Washington erkinlik turası torda 8 avgust e'lon qilingan Massachusetts Xitoy shirkatining Uyg'urlarni nazorat qilgan texnikasini taraqqiy qildirishiga qanday yordam berdi sarlavhalik maqola kuchli diqqat qo'zg'adi. Maqolada ko'rsatilishicha, Amerikaning dunyoga taniqli universitetlardan biri bo'lgan Massachusetts Texnologiya universiteti Amerika hukumati tomonidan 2 qatim jazo cheklamasi qo'yilgan Xitoy shirkati Shangtangning e'lon qilgan puli bilan chiroy tonish texnikasiga munosabatli tadqiqot olib borgan. Mazkur maqolaning avtori Thomas Makina apandi bu haqda radiomizga so'z qilib mundaq dedi. 2019-yili Shangtang shirkati Uyg'ur erki qirg'inchiligiga chetishlik bo'lganligi sababli Amerika hukumati tomonidan qora tizimlikka elindi. 2021-yil yana qora tizimlikka elindi. Lekin MIT ularning pulini qaytarib bermay qolmasdan, balki Shangtang shirkatining Uyg'urlarni tarqib nazorat qilishga ishlatayotgan chiroy tonish texnikasi va sun'iy nervi to'riga aloqador tadqiqotini davomlashtirdi. Belarusda o'tkazilgan boks musobaqasida Qirg'izistonlik Uyg'ur boks mohiri Muhammad Aziz Zakirovning natijasi ko'rinarli bo'ldi. U orqa-orqadan Turkmanistonlik mohir bilan Belaruslik raqibini yengib, hal qilg'ish musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishgan. Mazkur musobaqa 7-avgust boshlangan bo'lib, Uyg'ur boks mohiri Muhammad Aziz Zakirov 8-avgust o'tkazilgan 80 kilogramliklar darajasi bo'yicha o'tkazilgan tanlash musobaqasida oldi bilan Turkmanistonlik boks mohirini yengib, alohida ustunlik bilan yarim hal qilish musobaqaga kirish salohiyatiga erishgan. U 9-avgust Belarusiyalik boks mohiri bilan maydonga tushgan bo'lib, musobaqada raqibini yengib, shu turdagi hal qilish musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishgan. Muhammad Aziz hal qilish musobaqada yuqori mahorat va chidamchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin oxiri raqibiga yengilib qoldi va ikkinchilikka erishdi. Dunyoga taniqli Uyg'ur professori Rahila Davudning o'quvchisi professor Ablimit Yasin 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Norvegiyadagi Uyg'ur faoliyatchi Abdulla Ayubning bildirishicha, Xinjiang Universiteti ijtimoiy ilmlar fakultetining folklor professori Ablimit Yasin 2017-yili professor Rahila Davud bilan tang degidek vaqtda qo'lga olingan. Egilinishcha, Ablimit Yasin Xitoyning erki qirg'inchiligi avjiga chiqqan bir vaqtda 2019-yili qamoq jazosiga hukm qilingan. Ma'lum bo'lishicha, islom haqidagi tadqiqotlar bilan tanilgan Ablimit Yasin ilgari Eronga tadqiqot uchun avatilgan. Shuning bilan birga Xitoy tomonidan tutib ketilgan va izderigi bo'lmagan. Uyg'ur ziyolisining oqibati andish qo'zg'amoqda. Xitoy Davlat Kengashi Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Zhou Fenglian Tayvanning muavin prezidenti Li Chengtuning har qanday ism yoki har qanday bahona bilan Amerikani ziyorat qilishga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Egilinishcha, Zhou bu so'zni yakshanba kuni Lining Nyu-Yorkka qilgan ziyarati to'g'risidagi savolga javob berganda yuqorqi so'zni aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida bo'lsa, Tayvanning muavin prezidenti Lining ziyarati haqida bu bir bosh og'riqi deyilgan. Xitoyda 7-oyda mashina ishlab chiqarish va setish miqdori bulturga o'xshash mazgildagiga selishtirganda to'valligan, mashina eksporti oshgan. Xitoy avtomobil ishlab chiqaruvchilar jamiyatining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, 7-oyda bu davlatda 2.400.000 mashina ishlab chiqarilgan, 2.390.000 mashina setilgan. Mashina ishlab chiqarish miqdori 2.2%, setilish miqdori 1.4% to'valligan. Xitoyning shimolidagi Shanshe o'lkasining markaziy Xi'an shahriga yaqin joyda tog' ko'mirilib tushib 21 odam o'lgan. 7-oyda boshlab Xitoyning shimolidagi o'lkalar Doksori va Xanun Tayfun borni keltirib chiqargan qattiq yomg'ir va kalkunga duch keldi. Egilinishcha, hozirgacha jami 142 odam hayotidan ayrilgan.